Ushbu video darsimizda 60-topik 1 imtihoni tetki bo'limi 11 dan 14 gacha testlarini TONGHAB orqali tahlil qilamiz. Demak, sharti quyidagi nima haqida gapirilyapti? Namuna bilan o'xshash to'g'ri javobni toping. Namuna bir kishi aytayaptiki, Miyossariyeyo. Miyossariye, necha yoshsiz? Va javob berilyapti. Simu sariyeyo. Simu degani 20, ya'ni 20 yosh deb javob berilyapti. Demak, na'i yosh degan javob to'g'ri ekan. Sonmul sovg'a, yoil hafta kuni, chuso manzil. Demak, 11-testimiz 3 ball berar ekan. Erkak aytayaptiki, pangi miyot ke yeyo. Pang degani xona. Xona. Miyot ke degani nechita. Miyot degani nechta. Xo'p. Ke degani umumiy narsalarga nisbatan ta qo'shimchasi. Ya'ni xona nechta. Tuge yeyo 2 ta bo'ladi. 2 ta. Demak, ish, chip uy, shu javob to'g'ri. Ya'ni pang degani xona, uy mavzusiga aloqador. Shigan vaqt yoki soat ma'nosi ham bor. Kajok oila. Javobimiz 2. 12-test 3 ball berar ekan. Ayol aytayaptiki, chonin yonghvaril choa heyo. Minsu shinin yo. Chonin men, yonghva degani bu kino. Kino. Ril grammatikasi ni ma'nosini anglatadi. Choa heyo yaxshi ko'rmoq. Yaxshi ko'raman. Minsu sizchi. Shininyo degani sizchi ma'nosida keladi. Chonin undongil choahiyo. Chonin men, undong degani sport, ya'ni sportni yaxshi ko'raman deyapti. Kalit narsa shu. Ilril choahiyo grammatikasi. Chimi degani qiziqish, hobbi. Shu javob to'g'ri. Irim ism, imshik ovqat, changso joy. Javob 1 ekan. 13-testimiz 4 ball berar ekan. Erkak aytayapti. Yogi iriyo ire shviyoyo. Yogi degani bu yer. Bu yer yoki bu joy. Iriyo il degani yakshanba kuni. Yakshanba kuni. Grammatikasi vaqtga qo'shilsa da ma'nosini anglatadi. Ya'ni bu yer yakshanba kunida shviyoyo. Dam bo'ladimi? Dam bo'ladimi? Asli shvida dam olmoq degan so'z. Bu yer yakshanba kunida dam oladimi desangiz ham bo'ladi. Aniyo choyinin voryoyida shimnida. Yo'q, choy degani biz yodlagan uri degan so'zning hurmat shakli. Uri degani biz yoki bizning. Choy degani ham shunaqa. Biz voryoyil dushanba kunida shivimnida dam olamiz. Mana bu ikkitasi bir xil ma'noda. Shunda vichi joylashuv, hiyil dam olish kuni. Shu kalit narsa shivi oyo va shivimnida. Javob 2 bo'ladi. Xo'p, nalshi ob-havo, suv-ob dars. Demak, javobimiz 2 ekan. 14-testimizga keldik. Ayol aytayapti, Minsu shinin kesok soure sarassoyo. Minsu kesok degani davomiy, to'xtovsiz yoki uzoq vaqt deb tarjima qilinadi. Kesok davomiy yoki uzoq vaqt deb tarjima qilamiz. Uzoq vaqt. Soul degani bu Seul, ya'ni poytaxt. Sarassoyo da yashaganmisiz? Da yashaganmisiz? Uzoq vaqt Seulda yashaganmisiz desa, ne? Chonin soureso te onassoyo. Ha, men Seulda tug'ilganman. Te onada degani tug'ilmoq. Men Seulda tug'ilganman. Kongang sog'liq, chigop kasb, kohyang ona yurt, ona vatan. Shu javobimiz to'g'ri bo'ladi. Kyotong transport. Bu 60-topik 1 imtihoni tetki 11 dan 14 gacha tahlili edi. Yaxshi tushundingiz degan umiddaman.